Kech bo'lganda vatandoshlarimiz chaqirib qolishdi, bolalar avariya bo'libdi, qayerdadir. Sal qattiqroq bo'lyapti deyapti. O'shanga hozir til bilmaydi ekan, hozir o'shanga yordam berishga ketyapmiz. Politsiya kelgancha falon tushunmayapti deyapti. Musofirchilikda eng qiyin narsa mana shunda. O'zi ham ko'p shunaqa holatlar bo'lib turadi. Manzilga ham oz qoldi. Politsiya ko'rinyapti, mana shu joyda qattiq bo'lganga o'xshaydi, yo'lning o'rtasida mana to'llar yo'q. Bitta narsa meni achinarli ahvolga keltirdi. Qaranglar-da. Hozir Tojikistonlik o'rtog'im telefon qilib, mana shunaqa holat bo'ldi deyapti-da. Tojikistonliklar aytayapti, mana shunaqa holat bo'ldi deyapti. Normalniy bo'lganda, voy, qaranglar, nimalar bo'lib ketgan mana. Menga eng alam qilgani o'sha Tojikistonlik odam telefon qilib, o'rtog'im telefon qilib, mana shunaqa holat bo'ldi deyapti-da. Iltimos vatandoshlar, o'zbeklar mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasa so'rab nima qilib olinglar. O'zbekmi, nimami? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. A mój kolega tutaj. No to, że Gdzie kolega, jest to taki? co? Tak, to Uzbekistanu. Gdzie jesteś? Ale Normalnie chłopaki, czy straszny już? nie, normalny chłopak. dobra, tak? zaraz Wszystko- wracam, wszystko dobra. w porządku, każdy jest sam. Dobra, zaraz wracamy. Mana shunaqa o'zbeklar nimadir holat bo'ladigan bo'lsa, til bilmasanglar ham, prosta yonida turib bersanglar ham ancha katta yordam bergan bo'lasizlar. Bola qaltirab ketyapti deyapti-da. Qo'rqib ketyapti deyapti. Bechora bola qanaqa ahvolga tushgan ekan ko'rdinglarmi? U nechta politsiya kelgan, nimalar bo'lib ketgan bu yerda. Shunaqa gaplar, bunaqa Tojikistondan, boshqa joydan aytmasdan shu o'zimiznikilar ancha ko'p-da bu yerda. Bosib ketgan politsiya hamma joyni. Qo'yishga joy yo'q. Şimdi turg'izib yuboramiz. Przepraszam. Halo, przepraszam. Tutaj można ja porkać? Mamy takie straszne sytuacje, mamy to wypadek jest. Można sam? Dobra, dziękuję. Bechorani turg'izib yubordik. Nima qilay? Yuzi qattiq bo'lmasa bo'lmaydi-dan turg'izib yubormasak boshqa joyda joy ham yo'q ekan. Palaklar tushunadi-da, anaqani aytsam, shunaqa bo'lyapti. Qochib tur dedim. Shu parkovka. Mana bu ham qurib oldi mashinasini. Ko'rdinglarmi, tushib ham qaramadik nima bo'lganiga. O'zbekistonlik bola bu qanaqada ekan? Taksida ishlar ekan. Taksidagilar ehtiyot bo'linglar. Ularga qarab yuringlar. Menimcha biznikida emas, ayb narigi tomonda deyotgandek bo'ladi. Nechta politsiya kelgan? Bitta, ikkita, 3, 4, 5, 6, 10 tami, 11 ta politsiya bor, 12 ta. Unchalik politsiya kelmaganda hali. Mana o mashina bo'lishi kerak. Bu mashinaga hech bola qilmagan u menimcha. Mana o bo'lsa kerak. Menga ana videoda mana o deb aytishganda hozir ko'ramizda. Shunaqa gaplar. Hozir sekin gaplashib ko'raylikchi. Nima uncha mashina ko'p? Nima bo'lgan o'zi? O'shaki mashinani biz chekkadan qochganimizni chekkadan qarab, bakovoyda urib, parani qirib ketgan ekan. Hech nima bo'lmabdi-yu men. Yo'q, menga tojik oshnalarni telefon qilib chaqirdi. Mana o'zbek bola qaltirab yotibdi. Keling, kelmasangiz bo'lmaydi, nimadir bo'ldi deganiga men keyin kelsam aytdi 12 ta politsiya turibdi. 11 ta sanadim, ko'rdingizmi? Hamma joyda mana politsiya. Ish bor edi, 3 tarafdan oldimizga bang'ilab turdi. Birinchi, ikki martasi hech narsa o'tmasdi. Men bilan bir bola bo'ldimi ekan deb mana o mashinani ko'rib aytdim, men politsiya отчет bermayapti. Nima bo'ldi o'zbekka desam, yo'q, normalniy deyapti-da. Hamma yo'q, normalniy bo'lib nima bo'lmadimi, bo'lmadimi? Yo, sizlarga anaqa bo'lsa hech nima qilmaydi. Men o'zim ham aytdim, hozir yonida o'tib ketsam, mana bakoyni nimasi turgan ekan tepadan, keyin qarasam mashinaga hech nima qilmagan. Avariya bo'lgan mashina boshqa shekilli. Mana umikan deb qo'rqib ketdim, keyin mana uni ahvolni qarang. Hamma ayirib otib yuborgan. Bu qanaqadir jinoyat qilgan yo nimadan ichgan bo'lsa kerak-da. To'yjoyga kelib qolib, 12 ko'rsatdi. Qolasiz dedi. Qolasiz, yo'q, bu siz jinoyatga sheriksiz, nimaga avariyaga barib sheriksiz? Yo'q, menga telefon qilyapti. Tojik oshna, mana u bola qaltirab yotibdi. Keling, kelsangiz bo'lmaydi deyapti-da. Men uydan kelyapman-da hozir. Men uydan kelyapman. Mana nimaga vatandoshingiz ekan, o'zbek ekan, hech kim kelmayapti, bu yoq deyapti-da. Rostdan nima, men qo'rqib ketganman, men politsiyani ko'rib qo'rqib ketdim-da.
Nima bo'pti ekan u? Nimadandir qochib kelgan shekilli-da u. Nima bo'lgan taqdirda ham iltimos qilardim. O'zbek vatandoshlarimiz anaqa avariya bo'lgan payt shunday ko'rib o'tinglar, o'zbek bo'lsa prosta mana bolaga o'xshab, yonida turgan bolaga o'xshab prosta yonida turib bersanglar ham o'zini ancha xotirjam his qiladi. Vatandoshlarimiz chechenlardan nima kamimiz bor bizani chetda. Nechta mashinani urib yuborgan? Eski bitta eski mashinangiz bo'lsa shunday olib kelib qo'ying orqasiga. Meni ham urib yubordi desangiz, nimaga protokolga kirgizib yuborishadi. Izohlarda o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar. Hammamizni musofirchilikda Xudoning o'zi saqlasin. Anaqa ichmaganmikan so'ramabman. Ichmaganda ana jinoyat qilib qochgan ekan, o'zi qamashibdi uni. Jinoyat qilish? Ha, qanaqa bilmadim, aytmaydi unaqa nimani. Mana u nimalar xavfsizlik xizmatidan kelgan. Men bormadim, men qo'rqasiz. Adres. Tushunasizmi? Neda uxlaysan deyapti. Ne u? Yo'q, anaqa zaraz. Ha, uyimmi? To'g'ri anaqa tushuntirdi, ko'rdingizmi? Anaqa xaridni bo'lyapti shekilli. Qayerda uxlaysan deyapti. Adresing qayerda uxlaysan tushuntirdi. Endi siz unaqa demang, unda yorib tashlash kerak-da, shunaqa uyaltirgan paytda. Bunday qilasizda 05-0917. 27. Lokal. Anaqangiz nechi? Ichkaridagi xonangiz nechi? 38 mi? 38. Masakra takie strona. Związek i tylny drzwi, tak, cały, tak. Związek tylny, przedni i mamy taki lusterka też takie wbudowane. Poświeć. Zaraz. Hemen uçurt biraz yoniga olib boring. I takie w środku strona też niedobrze. Chyba. No dobrze. Ayting, mazam qochyapti deng, yuragim og'riyapti deng. Lusterko, tak? Ha, lusterko tak, leva. Dobra. Anaqa yozadi bular, insho yozadi. Mana u joyi ketgan deb. Bularni ham ish qiyin. Menga hozir fonus mashhur bo'lib ketdimi? Yangi qilib beradi. Skąd jesteś? Ja? Tak. Z Polski. Polski. Czy rozumiesz trochę rosyjsko, tak? Trochę. Rozumiem. Tak, W używasz. szkole W był. szkole? Ale to dawno temu. Strachobga qilib beradi deyapti. Ruscha bilmaysizmi? Ruschami? Ha. Ruschami bilaman. Ruscha gapirasizmi? Ha? А вы понимаете на русский? Да, конечно. Tak немножко. Jak Немножко? W szkole ja był. А, на школе научили? А вы, я могу... Ale angielski, ja wolę angielski. Ko'ringlar, makka kelganda inglizcha gapir menga deyapti. Айвох, вы понимаете, кажется. Я просто не понимаю польский, поэтому... Deng, do'ring. Men ruscha bilmayman lekin. Men makka kelganda hech qanaqa til bilmaganman. Til bilib 7-8 yil bo'lib qoldi. Aytmayman yilimni. Yo'q, yilimni aytmayman. 98 mi? Yo'q, yilimni aytmayman. Undan kattaman. 90 mi? 96 mi? Yo'q, yilimni aytmayman. Qo'ying, unaqa narsalarni so'ramang mendan. Qiyin savollarni bermanglar menga. Nimaga? Yo'q. Aytga kelganda hech qanaqa til bilmaganman men ham. Zo'rg'a gapirardik-da o'zbekchani. Mana shu yerda o'rgatgan inglizcha, ruscha, ukraincha, polakcha. Polakcha yaxshi menga hozir. Ona tilida bo'lib qolgan. Bizga ham 2 oy bo'lyapti. O'rganib ketasiz. Kurvani o'rgandingizmi? Kurva deganini o'rganmadingizmi? Ha, unda yo'q, qiyin o'sishingiz. 2 oyda kurvani o'rganmagan bo'lsangiz, unda qiyin. Kurva degani nima degani? Ana aka qachon kelgan? Yoningizdagi sherigingiz. Borasizmi? Ha. Ancha bo'lganmi? Qancha? 5 yil, 6 yil bo'lyapti. Qancha bo'lgan bo'lsa. Kecha keldim Litvadan dedi-yu. Litvadan yaqinda kelishdi. Ha, Polshada oldin bo'lganmi? Ha. Ha. Bu kurvani o'rgatib yuboring bunga. Kurvani bilmaydi ekan. 2 oyda o'rganmabdi kurvani. Menga aytyapti, qachon o'rganaman polakcha deyapti. Kurvani hali o'rganmabdi, men polakcha bilmadim, qachon o'rganaman. Hammasiga o'tadi. Hammasiga o'tadi deydi. Yo'q-a? Любой narsa, choy non ichida degani. Kurva degani. Aka, men shu Kechada eshitmadingizmi? biron marta eshitmaganman. Men kurir bo'lsam gaplashmasam. Kurirlar eshitadi. Tushirib oling. Nie, felgę im poświetcie.
Felgi zaraz. Felgin chiqarib yuboring. Anaqa diskani chiqarib yuboring. Jaka to jest rozmiar, ja potrzebuję. Zaraz. To alu felga to ja wiem, tylko że rozmiar. Zaraz zobaczymy. 16. Shunaqami? Tamam, chiqarib yuboring, topib yuboring. Mana qani bu yoq? Ha, bu yoqda ekan. Tak, 16. 195, 55. All season taki. Dobry. Mana shu narsa uchun hozir sug'urta kompaniyasi. Tak, 195. Chiroyli. 55. Rozmiar 16. Mana shu narsa uchun hozir sug'urta kompaniyasi qilib beradi mana. Mana shu narsalar. Natura twoja? Podpis deyapti. Ale czytelnie. Teraz ism familiyangizni yozasiz, palonkasi, pistonkasi. Kirishim bo'ladi? Yo'q, kirilcha hech qachon bu yerda ishlatmaysam, gapirmaysam, men podpisga o'tadi u narsa. Men siz Imię, familia o'rningizga angielski. ingliz tilida ismingiz nima? O'rinboy. Yozing. Palonboy deb yozing. Lotin tilida qiynalaman. Majbursiz. Siz Polshaga nima keldingiz? Rossiyada emassiz. Bu yerda faqat anaqa bo'ladi. Która godzina? 44. Dobra. Data? Dzisiaj mamy 6, tak? 6, tak. Listopada. Dobrze po polsku już mówisz. Nie, na razie Jak nie? No dobrze Nie. mówisz. Dziękuję. Długo w Polsce? Nie, Nie. nie. Na razie 8 lata. Ile? 8 lata. 8 lat jesteś? Tak. To dobrze mówisz po polsku. Nie, bardzo ciężko język taki. Ale ciężki, tak, ale dobrze bardzo mówisz. ciężki, tak. Komunik... Qarang, chet ellik podpis degani ism familiyangiz degani. Ruscha umuman anaqa qiling. Esingizdan chiqarib yuboring, udayt qilib yuboring. Ruscha bu yerda umuman o'tmaydi. Umuman esingizdan chiqarib yuboring. Ay, hozir ruscha gapirasiz, meni yomon ko'radi sizni. Chunki bular ota-bobolarni qirib yuborganda ruslar. O'shanga yomon ko'radi, biladi ruschani. Hozir ishi bo'lgani uchun gaplashyapti siz bilan. Ertaga gaplashmaydi bular. Ish tezroq bitsin deyapti. Yo'lni ochmayapti-da menga, nima ochmayapsan desam, bor boshqa joydan kel deyapti-da. Yo'q kelsa, ha mana turibdi ana bu yerda. To'g'ri jinoyat qilganda endi mana shu chiqadi endi erta yangiliklarda chiqadi, mana shunaqa bo'ldi deb. Yo'q, sizni chiqarmaydi. Hali Jabrlanganning nima aloqasi bor? Prosta mana shunaqa jinoyat bo'ldi, qovladik, topdik deydi-da, katta jinoyat qilganda. Mashina qoldi endi shu yerda. Uyingiz adreslarini, pensiyallaringizni bilib qo'ying, erta kerak bu hech balon bilmayapsizlar. Qayerda yashaysan? Qayerda nima deganini ko'rdingiz? Izolyatsiya qilayotgan bechoram, u ham meni tushuntiryapti, izolyatsiya qilmaydi bular. Mani kichkina kesib sinib qolgan joyimga qaramasak kerak ekansan. Yo'q, qaradi. Sinib qolgan, yo'q, tochkaga ham qaraydi. Tochkaga ham qaraydi. Tochka, bitta tochka tegsa ham da qilib beradi hamma yoqni. Egasi mashinani egasi xolasa o'ziga oladi pulni, xolasa tuzatib oladi. Men mana shunaqa pul ketdi, tashlab ber desa, bo'ldi, tashlab beraveradi. Faktura bersa bo'ldi. Qilmasa kerak u. Hech balo qilmagan u. Nima qiladi u mashina qilib? Narx tushib ketadi endi mashinaning endi. Bu yog'iga. Chunki unga strixovka avariyada ko'p bo'lyapti-da unaqa mashina. Shuning hisobiga narx tushib ketyapti. Strixovka qimmat chiqyapti, 3000, 4000 chiqyapti-da. Past 2000 ga yo'q hozir. Bu taksi nima qilyapti bu yerda? Buni ham urganmi? Uni orqasini urgan-ku. Bunimi taksini? Taksini, metni urgan-ku. Voy bilan, uni ham urganmi? Qani? Metni urib ketgan taksi. Ha, ish balo qilmabdi-ku unga. Bitta metni urgan xolos. Ozgina tegibdi-da. Yo, o'zi kelyaptimikan buni shu strellik qilib? Meni ham urdi, orqamdan urdi deb. Mashinani ko'rdinglarmi? Dabdala bo'lgan. Ko'rdingizmi? Mashina. Hamma airbaglar otib yuborgan mana. Shuni ko'rdinglarmi? Dabdala bo'lgan. Voy, u barmog'ingizni tekkizmas kerak. Qaysinga? Opaga ham bo'lganmi? Nechta mashina ketgan bu yerda? Voy, u oxiri mana unga urib to'xtabdi-a? Nechta mashina? BMW-da. Qani stalba? Ha, уже tuzatadi-da. Mana stalbani urganda.
Yo, men tushunmayapman, to'g'risi. Bunga qanaqa kelib qolgan, ana uni qayerdan urgan? Bu yoqdan kelgan-a lekin. Ha, bu tomondan kelganmi? Bularni Ha, bila, shuni aytmaysizmi men? Men bu tomondan kelib, mana o'z stalbani urib yorib, keyin aylanib ketgan BMWda bu orqasi tortadi. Orqa bo'lmaydi-da BMW, orqasi tortadi, aylanib ketgan, o'sha olmay qolganda keyin mana uni urgan. Keyin mana uni urgan. Shu bilan to'xtagan. Stalbaga hech balo qilmayapti. BMWdan kuchli ekanda mana stalba. Hamma airbag otib yuborgan, ko'rdingizmi? Ichidagi odam yuragi yorilib o'lib qolgandir. 30 ta politsiyadan qochib kelish. 5 yulduz bilan qochganda bu, 6 yulduzmi, 5 yulduzmi? Vertolyot nima yo'qmidi? Vertolyotlar yo'qmidi tepada? Yo'q, men kelyapman-da, aytga kelyapman, u yerda kirgizmayapti-da. Odam o'lib qoldimikan deb ham o'yladim-da, lekin anavi aytayapti, tojik aytayapti. Короче, kelmasangiz bo'lmaydi, qaltirab yotibdi, yotdi, narigi tomonni eshitib ham o'tirmadim-da. zakarni olsak shu tarafga havo ko'chib qolgan. Shunaqa gap. Ha, bo'ldi endi, xudo xolasa. Bugungi kun ham tugadi. Shunaqa gaplar. Qanaqa qayerda nima bo'lsa o'z belak chiqib kelyapti-da, shunaqa narsada yaxshi ham minus bilan chiqib kelmayapti, hozircha yaxshi. Imkon qadar jinoyat qilmasdan, Rossiya qilib yormasdan yurishga harakat qilamiz. Har birimiz javob beramiz-da va o'zbekmiz.